Ustolar hormanglar. Abed, tushinglar, soat 1 bo'ldi. Abed. Hozir tushamiz aka. Ha, hozir men kamgina beton qo'ygan, o'shani olib olaylik, tushamiz hozir. Ustolar, soat 3 bo'ldi, abed qilmaysizlarmi? Ha, hozir chiqamiz. 5 minutlik ishimiz qoldi. Hozir chiqamiz. Bo'linglar tez-tez. Ustolar, soat 5 bo'ldi, sizlar abed qilmasalaring kerak, yo'q bugun. Ha, qilamiz-da o'sha abedni. Ish bo'lsin, ish. Qilamiz abed. Hop. To'xtab tur bo'ldi. Sanlarni ko'rsataman abed qilish. Xotin yig'ishtir dasturxon. Hormanglar ustolar. Chota bugun ishlaring susma. Ha. Apsh. Assalom. Ustobo, nosizdan to'chak bor. Ha, mayli. Meni ota-onam nahotki shu uchun dunyoga keltirgan bo'lsa. Bu bir nosti kayfidagi kayf. Aka, qoni bosh ko'rdi. Meniki ham och qolib ketdi, uka. Qo'lingni olib tur. Soat 6 bo'ldi. Uyga borib ujin qilamiz. Ustolar. Abed. Barakalla. Mana endi abedga marhamat, yoqimli ishlaqa. Rahmat. Okay, let's go.